Biz o'zbeklar iste'mol qilib kelgan choy asl ko'k choy emas. Asosan biz iste'mol qilib kelgan choylar yarim fermentlangan choylar, ya'ni o'lun choylar deyiladi. Ular ko'k va qora choy o'rtasidagi o'rta tur hisoblanadi. Fermentatsiya darajasi taxminan 10 dan 70% gacha bo'ladi. Fermentatsiya deb kimyoviy o'zgarish jarayoniga aytiladi. O'zbekcha qilib aytganda, iste'mol qilishga osonlashtirish, ta'm va hidga to'yintirishga aytiladi. Endi choy turlari bilan tanishasiz. Ko'k choylar tabiiy va yengil ta'm, 0 dan 10% gacha fermentatsiya. O'lun choylar ta'm va hiddagi muvozanat, 10 dan 70% gacha fermentatsiya. Qora choy qovurilgan ta'mi kuchli choylar, 80 dan 100% gacha fermentatsiya. Yana 100% dan yuqori fermentatsiyalangan po'yak choylar haqida alohida gaplashamiz. Ranglardagi farqi: tabiiy ko'k choylarda och yashil, yarim o'lun va qora choylarda qizg'ish va qora dam rangli bo'ladi. Xulosa, O'zbekiston sharoitida yana qanday choy turlarini bilishni xohlaysiz? Masalan, qon bosimi borlar uchun qanday choylar foydali? Shunga o'xshash ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, bizga obuna bo'ling va kuzatib boring.